Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun siz bilan boylik va baraka keltiruvchi suralar haqida suhbatlashamiz. Hadisda aytilishicha, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan uchrashganda suhbatda Voqea surasini har kecha o'qigan kishi kambag'al va hojatmand bo'lmasligi haqida Muhammad sallallohu alayhi vasallam buyurganliklarini aytishadi. Oyatul kursi qashshoqlikdan to'sadi, baraka beradi, mol-mulkni ko'paytiradi va uni o'g'rilardan himoya qiladi. Moida surasining 14-oyatida rizqlantiruvchi yagona yaratganning o'zi ekanligi haqida ta'kidlanadi. A'rof surasining 31-32 oyatlari esa rizq-ruzni farovon qilish bilan birgalikda tijoratda baraka keltirishga yordam beradi. Qo'lingda koring, dilingda yoring bo'lsin deganlaridek, qilayotgan ishimizning narxi insoniyatga qay darajada foyda keltirishiga bog'liq. Hamisha rizq-ro'zingizning ziyodaligini so'rab qolamiz.